Ya'ni harom qilingan har qanaqa narsa borki, qaytarilgan narsa borki, o'sha narsani ozi ham, ko'pi ham mumkin emas. Faqat ichkilik ichish mumkin emas. Faqat u aroq bo'lmasin. Muammo endi ko'chada emas, endi uyga kirib keldi. Uyga kirib kelganda ham hatto endi tanalarda yashayapti bu muammolar. Для некоторых людей, которых мы знаем именно из субкультуры наркоманов, они совершают некие физические упражнения, не имея веры. И они поэтому сталкиваются с определенным рецидивом. Kuniga bir pochka emas, 2 pochka emas, 5 pochka sigaret chakar ekan. Quruqqina shu duo bilan ish bitib qolganda, dinimiz ancha-muncha ishni duolar bilan bitirib yuborgan bo'lar. Алкоголь, наркотики, игровая зависимость разрушают полностью здоровье, семью, финансовое положение, отношение к близким. И самое главное, это духовную жизнь человека. Ozgina ichib olgan vaqtinglarda namozga yaqinlashmanglar. Telefonda kod qo'yilgan bo'lsa, bu demak bolani o'zini hech kim bilmasligini istaydigan narsa bor bunda. Мое почтение. Сегодня говорим о важном. Говорят, что сильный человек — это не тот, кто побеждает других, а кто в первую очередь справляется с собой. Сегодня как раз мы и будем говорить о том, как люди встают с колена, когда спотыкаются и падают, и будем говорить о том, как люди справляются с отчаянностью, зависимостью и с какими-то жизненными проблемами. И сегодня у нас в гостях имам Ташкентской области Данияр Толкунович. Assalomu alaykum. Avvalo o'zingiz haqingizda qisqacha so'zlab bersangiz. Assalomu alaykum. Mani ismim Doniyor, Toshkent viloyati bosh imom xatibiman. Данияр Толкунович, сегодня у нас есть определенные вопросы. Birinchi savol. Bugungi kunda tibbiyot va jahon ilmiy hamjamiyati alkogol, giyohvandlik va qimorga qaramlikni insonning tanasi, ruhiyati va xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi kasallik sifatida baholaydi. Islom bunday kasallikka duch kelgan insonlarga qanday qaraydi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Demak, bugungi kunda darhaqiqat mana shu qaramlik bu har qanaqa aytaylik zararli vositalarga, zararli odatlarga bog'lanib qolishligi bu ayanchli holatda albatta. Ammo endi hozir aytilayotganidek mana shu ruhiyatni buzadigan, xulq-atvorga ta'sir qiladigan, barcha shu qaramlikka yuz tutadigan narsalardan inson uzoqda bo'lishligi kerak. Bu bugungi kunimizda kichkinagina narsalar deb e'tibor qilinadi. Masalan, oddiy sigaretalar yoki bo'lmasa elektron sigaretlar deymiz yoki chilimlar deymiz, ya'ni kalyan deb aytiladi xalqning tilida. Mana shunday narsalar ham sekin-sekinlik bilan bu narsalarga borib taqaladi. Endi shu bilan kasallanib qolgan odamlarga, insonlarga, xalqimizga nima deymiz? Bundan to'xtashlikni aytamiz. Chunki Sog'liqni saqlash vazirligi ham umuman bugungi kunda hamma mana shu zararli odatlariga yakka holatda emas, umumiy holatda hamma yondoshyapti. Buni sababi bitta odamning kuchi yetmaydi bunga. Sog'liqni saqlash vazirligini o'zini ishi deydigan bo'lsak, bu faqat ularning ishi emas. Masjid imomlari minbarlardan turib gapirishyapti, xalq bu bilan ishlayapti. Mana hozir hatto bu to'g'risida alohida ko'rsatuvlar qilib xalqqa taqdim etilyaptiki, buni sababi ham shu zararli odatlarga kirib qolgan kishilarimizga sekin-sekinlik bilan tushuntirib, mana shu halokatli narsadan qutqarib olishlik. Ya'ni mana hozir kichkinagina bir holatda, detalni bir holatda aytadigan bo'lsak, bu kichkina narsa o'zi deymiz. Oddiy masalan shu sigareta chakishlik. Shu narsalar har qanaqa narsani avvali boshi bo'lib beradi. Hech kim bu narsani qilmasdan turib boshqa dori vositalariga, boshqalariga o'tib ketmaydi. Avval kichkinasidan boshlanadi, keyin esa kattalashib boradi bu narsalar. Alloh asrasin. Endi mana shu narsalarga giriftor bo'lib qolgan xalqimizga aytamizki, bu narsalardan avvalo uzoqda bo'lishlik kerak. Lekin endi shu ishga kirib qoldimi, bundan endi qutulishga harakat qilish kerak. Ya'ni biz buni diniy terminda aytadigan bo'lsak, tavba. Bu ishlar gunoh sanaladi. Inson tanasiga ziyon yetkazadigan har qanaqa amal borki, u ziyon. Masalan, sigaretalarni qutisiga ham Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi dedimi? Demak, uni tanamizga uni zarari bor. Shu jihatdan ham asli bu ishni to'xtatish kerak.
Ya'ni bunda to'xtaganda nima deyilsa, bu gunoh ish. Ana shu gunoh ishdan to'xtalinishlik insonni qutqaradi. Bu to'xtashlik qanday bo'ladi? Bunga qaram yuzaga kelib qolgan bo'lsa, ya'ni shunga odatlanib qolgan bo'lsa, sekin-sekinlik bilan. Kimlardir aytadi, masalan, ilgari 2 ta yoki 3 ta pochka sigareta chakkan bo'lsa, masalan, buni keyin sekin-sekin qisqartirib shundan qutulish yo'llarini qidirish kerak. Muhimi, shu ishni o'zi uchun noqulay ish, noqulay odat deb qabul qilish kerak. Ya'ni bu yoqimli privichka sifatida emas, balkim bu narsa odamlarning orasida uyalinadigan narsa deb qaralishi kerak birinchi navbatda. Ana shunda o'ylaymizki, bundan sekin-sekin odamlar qutulib borishadi. Mana hozir bekorga umumiy, ommaviy odamlar yig'iladigan joylarda sigaret chakilinishligini to'xtatib qo'yilgani yo'q. Ya'ni bunga chora ko'rilyapti sekin-sekinlik bilan. Bundan ham ko'rilgan maqsad nima desa, dinimizda katta mana bu narsalar mumkin emas-u, lekin mana bu kichkinalardan foydalanib tursang bo'ladi degan narsa yo'q-da. Ya'ni harom qilingan har qanaqa narsa borki, qaytarilgan narsa borki, o'sha narsani ozi ham, ko'pi ham mumkin emas. Ana shundan endi kimdir zararlanib qolgan bo'lsa, buni mana shunday odamlarimizga sekin-sekinlik bilan pandu nasihat, televizorlarda o'z-o'zidan reklamalar ketadi, ogohlantiradi Sog'liqni saqlash vazirligi, shu narsadan uzoqda bo'ling, boshqa. Mana shu ishlar ham sekin-sekinlik bilan xalqimizni giriftor bo'lib qolgan ba'zi qatlamlarini qutqarib olishlikka bir yordam o'laroq ish qilingan bo'lardi. Таня Толкунович, еще раз спасибо огромное, что вы пришли. Для нас это огромная честь, что вы пришли к нам на передачу. Мы очень часто сталкиваемся вот в нашей работе с тем, что родители скрывают проблему, которая у них появляется дома, от специалистов. И мы всегда им приводим примеры, аналоги с другими болезнями. И у нас складывается определенная дискуссия на эту тему. И мы хотели бы вас, как вот, духовного лидера, который разбирается в вопросе греха и вообще... Agar inson qandli diabet, gipertoniya yoki boshqa jiddiy kasallikka chalinsa, u shifokorga murojaat qiladi. Qaramlik holatida ham davolanish uchun mutaxassislarga murojaat qilish xuddi shunday oqilona va mas'uliyatli qadam deb aytish mumkinmi? Rahmat. Haqiqatan ham shunday. Bugungi kunda kasalni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi degan o'zbeklarda shunday maqol bor. Ya'ni kasallik bo'lib turibdimi? Masalan, aytaylik tabletkaga o'tirib qoldi yoki bo'lmasa shunga o'xshaydigan giyohvand moddalarning ta'siriga tushib qoldi. Shunday vaziyatlarda uni davolashlikka biror bir odamga albatta shifokoriga, mutaxassisga uchrash kerak. Bu psixolog bo'lishligi mumkin, yoki bo'lmasa masjid imomi bo'lishligi mumkin, yoki bo'lmasa shifokor, tabib bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu borada muammoni bartaraf etishlikka harakat qilishlik kerak-da. Ya'ni bir odam shu aytaylik narkotik moddalarning ta'siriga tushib qoldi. Endi ota-ona albatta tashvishga tushadi. Shu tashvishga tushgan vaqtda shuni odamlarga aytadigan bo'lsam, odamlar qanday qabul qiladi? Odamlarning orasida kulgiga qolaman, odamlar masxara qiladi, odamlar keyin meni qo'li bilan ko'rsatadi. Va hokazo mana shunday so'zlarni aytishadi. Va bu muammoni bekitishlik, orqaga surishlik natijasida isitmani kasallik yashirinadi va isitmasi o'z-o'zidan oshkora qilib qo'yadi. Mana shunday holatlarda albatta shifokorga olib borish kerak. Shifokorga ko'rsatish kerak. Shunday o'g'limizda shunday holat, qaramlik, ya'ni tobelik holati yuzaga kelib qoldi. Shundan yordam bering deb biror bir shifokorning oldiga borib aytishlik albatta lozim. Masalan, bunday odamlarni o'zi odatda xuddi suvda cho'kib ketayotgan bir odamga qiyoslashlik mumkin. Suvda cho'kib ketyapti bir odam. U cho'milyaptimi, u cho'kayaptimi, uni hech kim bilmaydi. O'sha cho'kayotganini bildirishlik uchun nima qiladi desa, hech bo'lmaganda "Pomogите" deydi. Hech bo'lmaganda "Yordam beringlar" deydi. Odamlarga qo'lini qimillatadi, "Yordam, yordam" deb baqiradi. Xuddi shundoq. Ba'zan inson o'zi chiqib keta olmaydigan bo'shliqlarga tushib qoladi. Kimlargadir aytishlikka uyaladigan masalalar bo'lib qoladi. Ana shunday vaziyatlarda albatta mutaxassisga, shifokorga yoki psixologga, ruhshunoslarga yoki masjid imomlariga mana shu borada albatta murojaat qilishlik bu ayb hisoblanmaydi. Aksincha murojaat qilmasdan
o'zim davolayman bu narsani deyilgan vaqtda inson ko'pgina muammolarga giriftor bo'lib qoladi. Alloh bundan o'zi saqlasin. Еще хотел напомнить, что мы с Мурадом приехали с разных стран как эксперты для того, чтобы помогать местным жителям Узбекистана справляться с зависимостью, являемся экспертами. Знаете, Denyor To'lqinovich, с чем мы столкнулись? O'zbekiston madaniyatida ko'plab oilalar atrofdagilarning gap so'zi, mahalliy uyat sababli bu muammoni yashirishga harakat qiladi. Sizningcha, Alloh taolo huzurida qaysi biri muhimroq? Odamlarning fikrimi yoki insonning sog'lig'i, oilasi va hayotini asrab qolishmi? To'g'ri, rahmat. Mana bu borada ham aytadigan bo'lsak, shu oilalarni buzilishlikka sabab bo'layotgan ishlar asli shunday. Biz o'zi muammoni hozir agarda kattaroq bir masshtabda qarashlikka harakat qiladigan bo'lsak, Qur'oni Karim oyatlarida giyohvandlik moddasi to'g'risida biror bir so'zlar yo'q. Ya'ni aynan narkomaniya to'g'risida dinimizda mana bu so'z shu narkomaniyaga etiladi degan so'zni ayta olamiz, lekin aynan shu so'z aytilmagan. Mana Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shayton. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun deydi. Ya'ni ey iymon keltirganlar, sizlarga innamal xamr, xamr mana shu oyat karimadagi xamr degan kichkinagina bir so'z, mana shu aytiladigan masala butun hamma narkotik yoki chilim yoki sigaret yoki nasha, umuman mana shu narsalarni hammasini qamrab oladi. Faqat ichkilik ichish mumkin emas. Faqat u aroq bo'lmasin deyilmaydi. Piva bo'ladimi yoki musallas deydimi, boshqa deydimi, buni hammasi umumiy ichiga kirib ketadi. Mana shu xomir degan so'zni o'zida butun hamma narsani qamrab olinyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida aytadilarki, har qanaqa muskir narsa harom. Muskir degani insonni bir muddat aqlidan chiqarib turadigan narsa mumkin emasligi aytiladi. Demak, biz mana shu narsalardan uzoqda bo'lish kerak. Endi kim bunga giriftor bo'lib qoldi? Oilalarda. Masalan, kimnidir farzandi, kimnidir otasi, ukasi, ana shunday vaziyatlarda odamlar nima deydi, odamlar nima deyirkin deb emas, balkim shuni oilani saqlab qolishlik uchun, oilani baxtli, saodatli bo'lishligi uchun ana shu odamlarni o'sha narkologiya bo'limlariga olib borib ko'rsatish kerak bo'ladi. Endi bu odamlarning orasida nima degan gap bo'ladi? Falonchi nima deyirkin, pistonchi nima deyirkin, o'g'limiz haqida u bilib qolsa nima deydi, bu bilib qolsa nima deydi? Mana bunday didilardan uzoqda bo'lishligimiz kerak. Chunki muammo endi ko'chada emas, endi uyga kirib keldi. Uyga kirib kelganda ham hatto endi tanalarda yashayapti bu muammolar. Shuni ham dinimiz aytadiki, har qanaqa kasalliklarga davo bor. Har mana likulli da'in davaun deyiladi. Har dardga davo bor, illal maut. Faqat o'limgagina chora yo'q. Birgina mana shu o'limga chora topilmas ekan, qolganlarida biz davolanishligimiz kerak. Shu ishga mubtalo bo'lib qoldimi, o'g'lida, qizida yoki yaqinida shu tobelikni, qaramlikni ko'rib turibdimi? Bo'ldi. Uni odamlar nima deydi deyiladigan bo'lsa, u suvga qarab cho'kib ketaveradi, botib ketaveradi. Uni qutqarib qolishning yagona yo'li haligi odamni o'zi ham yordam beringlar degan so'zni aytishligi kerak. Ana shunda odamlar yordamga keladi, unga mutaxassislar keladi, yaqinlar kelishadi va shifokorga ko'rsatiladi va oila saqlanib qoladi. Mana hozir bir qancha ma'lumotlarimiz bor bu borada. Shu giyohvand moddalariga giriftor bo'lib qolishligi, qaram bo'lib qolishligi natijasida oilalar buzilib ketyapti. Farzandlar otasidan yuz o'giryapti. Farzandlar ham bu narsani tushunish kerak. Davr, zamon tezlashib ketdi juda ham. Shu tezlashib ketgan zamonda endi ularni o'z-o'zidan uzoqroq qilib ushab turishlik natijasida buni davolashlikning imkoniyati yo'q. Darrov endi mutaxassislarga biz murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Mutaxassislarni oldida bu masalalarni hal qilishligimiz kerak bo'ladi. Shunda oilalarimiz, farzandlarimiz bitta joyda jamlanishlikni, oila bo'lib baxtli hayot kechirishliklarini imkoniyati tug'iladi. Bunday oilalar ko'p.
shu qaramlikka giriftor bo'lib qolib, keyin shu narsadan sekin-sekin chiqib ketgan odamlarni holatlari ham bor. Endi bizada o'zi rus tilida bывших не бывает deyiladi-ku, ammo lekin bo'ladi bunaqa. Insonda faqat irodasi kuchli bo'lsa va o'zi shu qilayotgan ishidan uyatda bo'lsa, nimaga shu ish qilyapsan desa, men shu ish qilgim kelyapti deb o'zini oqlash maqsadida emas. Balkim men shu dardga mubtalo bo'lib qoldim, yo'liqib qoldim, menga yordam beringlar degan so'zni aytadigan bo'lsa, oilalarni saqlab qolishlikning imkoniyati bor. Lekin ko'pincha holatlarda ko'ryapmizki, mana tashviqotlarimiz endi ko'payib borishligi kerak. Juma namozlarida bu so'zlar aytib borilyapti. Endi bu narsalarni yashirishlikning imkoniyati yo'q. Yashirib bo'lmaydi. Buni odamlarga yetkazish kerak va shu dardga chalingan kishilarimizni albatta shifo yo'lini qidiradigan bo'lsak, oilalar ajrimiga yuz tutmaydi, oilalar bu narsalarni sekin tushunib yetishadi. Allohdan so'raymiz, biz ularni haqqilariga duolar qilib turaylik, kuch-quvvat bersin deymiz. Allohni o'zi oilalarimizni bus-butun, sog', salomat, baxtda, saodatda ilohim davomli bo'lishligini o'zi nasib etsin. Даниэль Тусунович, смотрите, мы вот в нашей работе сталкиваемся еще с одной непреодолимой проблемой. Это когда зависимые люди, то есть они хотят бросить, но они хотят это сделать самостоятельно, у них это не получается. А причина вот этих попыток заключается в том, что им заведомо внедряется этим же ребятам со стороны социума. Qaram insonlar ko'pincha mustaqil ravishda tashlashga harakat qilishadi. Ammo buning uddasidan chiqa olmaydilar. Ayrimlar esa buni irodaning kuchsizligi yoki tarbiyaning yetishmasligi deb hisoblaydi. Holbuki, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti qaramlikni allaqachon kasallik sifatida tan olgan. Biz bu faqat xarakterning kuchsizligi degan noto'g'ri tushunchani bartaraf etishni va bu muammoga nisbatan jazo emas, davolash yondashuv bo'lishini istaymiz. Bu haqda islomning qarashi qanday? Вы бы хотели бы ваш взгляд. Rahmat Murodjon aka. Bu yoqda ham xuddi shundoq. Insonni o'zida birinchi navbatda o'zida xohish bo'lishligi kerak. Iroda deyiladi buni. Iroda. Insonda xohish, o'sha tobe bo'lib qolgan narsasidan qutulish borasida insonda xohish, ixtiyor bo'lishligi kerak. Ya'ni men o'zim shu narsani xohlamayapman. Men o'zim shu ishni xohlab turib qilayotganim yo'q. Juda ham afsusdaman, juda ham uyatdaman deb shundoq turgan odamlarni lishit qilsa bo'ladi, davolasa bo'ladi. Kelinglar, men bir yili hajga bordik, 2024-yilda hajga bordik va hajda bir odam menga murojaat qildi. Kuniga bir pochka emas, 2 pochka emas, 5 pochka sigaret chakar ekan. 5 pochka sigaret chakar ekan. Men hozir bu yoqda shuni aytib o'tmoqchimanki, sigaret bu narkotik moddasi sanalmasa-da, unda nikotin bor, unda ham qaramlik bor baribir. Uni odam o'zini xohishi bilan ba'zan tasha olmaydi. Bo'lib ham 5 pochka sigaretni-da. Shu odam kelib menga murojaat qildi. Qora aka dedi. Aytdiki, men shu ishni noto'g'riligini bilaman deydi. Bolalarimni oldida chakishmaslikka harakat qilaman, deyapti. Hozir shundan qutqarishlikka men bel bog'lamoqchiman. Menga yordam bering dedi. Men unga yordam berdim. Siz mana shu hozir Makkada haram hududida turibsiz. Allohdan so'rang va bu ishdan qutulishlikni so'rang dedim. U kishi va'da berdi. Agarda Alloh meni ilgarigi o'tgan qilgan gunohlarimni hammasini shu hajga kelganimda kechirar ekan, shu hozir o'zim tobe bo'lib qolgan, o'zim qaram bo'lib qolgan shu hozirgi sigaretlarimni hammasini bittada tashlayman dedi. 5 pochka sigaret chakadigan odam bir kunda sigaretdan qutuldi. Nega? O'zida xohish bo'lganligi uchun. Xohish kuchli edi. O'zini irodasi kuchli bo'lganligiga mana hozir ko'rishganimizda nima deysiz? Hali ham shu iste'mol qilyapsizmi? Desam, u kishi aytadiki, yo'q deydi, men sizga Makkada va'da berdim-ku dedi. Demak, mana hozir odamni o'zida iroda kuchli bo'ladigan bo'lsa, buni to'g'rilashlikning imkoniyati bor.
irodasi kuchli bo'lishi kerak. Mani o'zim shu ishdan albatta qutulaman degan harakat bo'lsa va nazorati bo'lishi kerak. Misol uchun kimga aytaylik, masjid imomiga bog'lab qo'yilindi yoki bo'lmasa amakisi qarab turibdi, tog'asi qarab turibdi yoki o'zi qanaqadir bir hurmat qiladigan odamiga bog'lab qo'yildi. Ana shunday vaziyatda albatta o'sha odamlar sekin-sekinlik bilan qutulib ketishadi bundan. Chunki o'zida yaxshilikka harakat bor-da. Men o'zim yurmoqchiman degan odam, aytaylik, yurishni bilmaydigan odam o'zi samostoятельно harakat qilib, yurishga harakat qiladigan bo'lsa, u erishadi. O'zi qo'ygan maqsadlarga erishadi. Xuddi shundoq hozirgi vaziyatda bir odam mabodo aytaylik shu zararli odatlarini agar tashiyman deb harakat qiladigan bo'lsa, albatta bunda imkoniyat bor. O'zida iroda bo'lishligi kerak. Va iroda bo'lishlik bilan bir qatorda odamlarni gap so'zidan, boshqadan uzoqda bo'lish kerak. Va unga olib boriladigan yo'llardan ham to'silishligi kerak. Dinimizda yaxshi bir holati, agarda masalan bir ko'prik deylik, ko'prikni oxiri jarlikdan iborat. Shu ko'prikda yurib borib oxiriga borganda qanaqadir belgi, zinak qo'yib qo'ymaydi dinimiz. Unga boradigan ancha yo'ldan avval unga taqiq bo'lgan запрещающий znak qo'yadi. Masalan, kirpich qo'yadi agarda biz haydovchilarni tilda aytadigan bo'lsak. Va u yog'ida ozginagina yo'l bor-ku, lekin baribir sen halokatga yuz tutasan degan narsani tushunib olishligi kerak. Ana shunda dinimizni mana shu holati o'shanga olib boradigan, masalan, zararli odatga olib boradigan har qanaqa yo'l to'sib qo'yilishi kerak. Mana shunda biz oilalarimizda bo'ladigan muammolarni sekin-sekinlik bilan bartaraf etishligimiz imkoniyati yuzaga kelgan bo'lardi. Вот некоторые люди говорят, что я буду только молиться, то есть употребляющие наркотики, алкоголь или страдающие от игровой зависимости, мы очень часто встречаем, что я буду только молиться, и мне этого достаточно. Да. Но очень часто мы встречаем рецидивы на этом пути, потому что очень часто люди, мы вот знаем людей, которые, не имея достаточной веры или какой-то подготовки к этому пути, начинают это, думая, что вот просто для некоторых людей, которых мы знаем именно из субкультуры наркоманов, они совершают некие физические упражнения, не имея веры. И они поэтому сталкиваются с определенным рецидивом. Да. Но когда человек болеет физически, он и молится, и лечится одновременно. Нам, то есть, по мнению специалистов, вот, моему мнению, мнению Руслана, если совмещать эти процессы, то результат будет намного сильнее. Можно я еще дополню как раз к этому? Shu savolga qo'shimcha qilsam, ko'pincha qaram insonlar o'zlarini psixologik jihatdan himoya qilishga harakat qiladilar. Masalan, namoz o'rniga jismoniy mashqlar bilan cheklanishadi yoki islomni bahona qilib davolanish va yordam so'rashdan bosh tortadilar. Bunday holatda qanday yo'l tutish kerak? Не лечиться, не обращаться за помощью. И приходится так, что мы работаем, что они выстраивают такой щит определенный и прикрываются опять, в кавычках опять, якобы исламом, подчеркиваю, якобы исламом. Мы это прекрасно понимаем, что это являются психологические защиты, и это очень актуальный вопрос, который сейчас затронул Мурат. Очень было бы здорово, чтобы Дамла ответил на этот вопрос, и мы это несли в массы. To'g'ri, ba'zi odamlarda bemor bo'lgan paytda hozir endi bu yoqda giyohvandlik yoki bo'lmasa qimor shunaqa o'yinlarga nazarda tutilib aytyapmiz-ku, biz uni umumiy bir holatda kasallik deb oladigan bo'lsak, dard deb oladigan bo'lsak, shuni o'ziga faqat namozida duo qilishligi yoki adasi, oyisi hajga borib kelgan hoji onalar ekan, men duo qilaman tuzalib ketadi qabilida, bunday ish qilib bo'lmaydi. Bu ahmoqlik. Faqat duo bilan bu ishni bitiraman deyilmaydi. Duoda unga kuch-quvvat bergin deydi. Kuch-quvvat ber, iroda bergin deydi. Ammo lekin kasallikka chalingan odamni albatta uni narkologiyaga olib borib davolash kerak bo'ladi, mutaxassisga ko'rsatish kerak bo'ladi. Albatta bunda o'sha mutaxassislarni chora-tadbirlardan foydalanishlik kerak. Quruqqina shu duo bilan ish bitib qolganda dinimiz ancha-muncha ishni duolar bilan bitirib yuborgan bo'lardi. Faqatgina bu qo'limizni ko'tarib duo qilishligimiz uchun bo'ladigan ish faqat shunga bog'liq desak, bu xato bo'ladi. Duo qilaveriladi.
Yoki bo'lmasa mana buni ham hozir Ruslanbek do'stimiz aytganlaridaki, men o'zim bu narsadan fizический holatda fizkulturalar bilan yoki trenajyorlarga boraman, boshqa qilaman, shu orqali qutulaman deydi. Ba'zi odamlar shundoq deyishadi. Bu ham undoq emas. Albatta buni o'zini shifokorlariga endi olib borishlik kerak. To'g'ri. Avval dardni avvali bu yoqda insonni biror bir narsada bo'sh qolib ketishligidan, ya'ni keraksiz ishlar bilan mashg'ul bo'lishligidan kelib chiqadi hamma narsa. Endi shu inson bo'sh qoldimi, ana shu zararli odatlar kelib chiqadi. U nima bilandir chalg'ish kerak. Chalg'iydigan ishi bo'lgandan keyin sekin-sekinlik bilan o'zi bunaqa ishlarga yaqinlashmasligini boshlaydi. Endi ishsiz qolib ketdi, boshqa bo'ldi, sekin raslabitsa qilishim kerak dedi, boshqa dedi, biror bir odamlarning oldiga bordi, shunga o'rgandi endi. O'sha o'rgangan vaqtida qanaqadir etapi borki, bunda u fizkultura bilan shug'ullanib, undan qutulib olishligi mumkin. Yoki bo'lmasa unga pandu nasihat berib, bu ish qilmagin, bu oxir oqibat seni xor qiladi deb aytib qilishi mumkin. Lekin duo, istig'for, boshqalarni aytishlik bilan unga quvvat beriladi. Xudoyim buni to'g'ri yo'lga boshlagin deb. Lekin bu o'zida ishtiyoq bo'lmasa, o'zi shifokorga murojaat qilmasa ish bitmaydi, bu to'g'ri bo'lmaydi. Bu noto'g'ri. Kasallikka chalindimi, endi albatta o'zi borib shifokorga murojaat qilish kerak. Dinimizda shu aytiladi. Kasal bo'lgan odamni buni doktorga olib bormanglar. Men o'zim Qur'on o'qiyman bunga, maxsus duolarni o'qiyman, bo'ldi tuzalib ketadi. Yo'q, unday emas, unday emas. Biror bir jarrohning oldiga borish kerak bo'lgan odamni qanday qilib masalan Qur'ondan o'qib, duolarni so'rab tuzatishligi mumkin. To'g'ri, buni hamohang qilamiz. Yaqinlari uni haqqiga istig'for etib tuzalib ketsin, yaxshi bo'lsin, kuch-quvvat bersin va shu bilan bir qatorda uni reabilitatsiya qilish ham kerak bo'ladi. Shifokorga ko'rsatish kerak bo'ladi, ruhshunosga ko'rsatish kerak bo'ladi. Yaxshi odamlarga uni yo'liqtiriladigan bo'lsa, mana shu uni o'zini bo'shlig'idan olib chiqib ketishligining imkoniyati bo'ladi. Lekin quruqqina shu duoni o'zi bilan, masalan, buni bir narsaga o'xshataylik hozir. Ishlamayapti bir odam, ish qidirmayapti ham. Uyda o'tiribdi-da, menga ish bergin, menga ish bergin, yaxshi ish bergin deb o'tiribdi. Bu ish bitmaydi bu bilan. To'g'ri bo'lmaydi. U so'raydi Allohdan, "Ya Rob, menga ish bergin, bola chaqamning rizqini qanoatlantiradigan darajada menga ish bergin, shunday ishga egasi qilgin" deydi va shu bilan bir qatorda qidiradi, uni sababiyatini qidiradi. Biror bir do'konga kiradi, "Falon joyda o'qiganman, diplomim bor, shuni mutaxassisiman, ishga olasizlarmi?" deydi. U diplomi bilan uyda o'tiraversa-da, duo qilib, "Xudoyim menga yaxshi ish bergin, yaxshi ish bergin", bu bilan ish bitmaydi. Inson Allohdan so'raydi va harakat qiladi. Rizq Allohdan deymiz, lekin unga harakat qilishlik bandani vazifasi. Bandani vazifasi. Hozir men shu narsani unga qiyoslab aytmoqchiman. Qiyoslaganimizda shunday holat bo'lishligi kerakki, hozirgi rizqi so'rashlik uchun ham ko'chaga chiqish kerak. Davo qidirishlik uchun ham inson kasal bo'lib yotibdi. "Yo, men Xudoga duo qilaveraman, mana hoji onam duo qilyaptilar, hoji odam duo qilyaptilar, men tuzalib ketaman." Yo'q, yo'q, yo'q. Bu o'ta ketgan noto'g'rilik, bu o'ta ketgan ahmoqlik bo'ladi. Mo'min kishi, musulmon kishi, inson dardga chalindimi, darrov shu dardga chalinganida mutaxassisga murojaat qilish kerak. Shifoxonalar ochilgan. Hozir bu to'g'risida mutaxassislar ishlayapti. Hali bu narsalarni ko'p ishlashimiz kerak bo'lyapti. Xudo xolasa, buni oxir oqibati inshaalloh yengishlik bilan, g'alaba bilan tugalishligini Allohdan so'raymiz. Mana Allohdan so'raymiz va davom etyapmiz. Mana gapiryapmiz. Kelib biz o'tirib, mutaxassislar o'tirib gapiryapmiz. Bu o'zlarining sohalarida, Ruslanbek o'zlarining sohalarida, Murojon o'zlarining sohalarida, men o'zimning sohamda hozir bu yerda gapiryapmiz va muammoni o'rtaga tashayapmiz. Shu muammodan chiqishni qanday bo'ladi desa, mana gapiryapmiz. Internet tarmoqlariga buni sizdiramiz, chiqaramiz. Shuni odamlar eshitadi, xulosa qiladi, to'g'ri gaplar aytilyapti deydi. Shu bitta odammi agarda tuzatib oladigan ish bo'ladigan bo'lsa ham, hozir bizani o'tirib bu yerda qilayotgan ishimiz albatta o'zini samarasini bergan bo'ladi. Demak, xuddi shundoq. Bemor odam faqat quruqqina duo bilan emas, balkim shifokorga murojaat qilsin. Ana shunda to'g'ri bo'ladi. Следующий нас Keyingi savol. Alkogol, giyohvandlik va qimorga qaramlik insonning sog'lig'ini, oilasini, moliyaviy ahvolini, yaqinlari bilan munosabatini va eng muhimi, ma'naviy hayotini vayron qiladi.
Demak, bu illatlardan voz kechish va davolanish Alloh insonga omonat qilib bergan ne'matlarni asrashning bir qismi deb aytish mumkinmi? Demak, mana bu borada ham xuddi shundoq. Muammoni ildizi shu biz Alloh subhanahu va taolodan oyatlaridan, payg'ambar alayhissalom bizga bergan, o'rgatgan dasturlaridan uzoqda bo'lishligimiz natijasida bo'lyapti. Biz mana yuqorida aytdik. Oyat karimani aytdik, xomir dedik va maysir dedik. Insonni tez boyib ketgisi keladi. Hamma odam boy millioner, Bill Gates bo'lib qolsam, shu qo'limda 420 milliard yoki 1 trillion dollar pul bo'lsa deb xayollar bilan o'tiraveradi. Insonga bu narsa yoqimli, lekin shu narsani inson esdan chiqarmasligi kerakki, buni hammasi agarda yaxshilik bilan o'rtaga qo'yilmaydigan bo'lsa, bu hammasi dard bo'lib qoladi, niyatlarini o'zi ham. Shu orzu havasini aslida o'zi ko'paytirishlik natijasida ham shunaqa muammolarga inson yuz tutib qoladi. Mana hozir ichkilikni aytib o'tdik. Ichkilikni bir tomchisi ham mumkin emas qaytarilgan, ko'p qismi ham qaytarilgan. Ishtaha ochishligi uchun ichyapman, boshqa qilyapman degan kishi ham o'sha o'zi butun alkogolik bo'lib qolgan odamning holatini qaraladigan bo'lsa, u har doim shu ishni qilib yurgan bo'lmaydi. Oldin ozgina ichadi, keyin o'zini to'xtata olmaydi, keyin ko'paytiradi va keyin oilasi buziladi, ish tashab ketadi, undan odamlar yuz o'giradi va alohida qolib ketadi. Va mana shuni natijasida muammo kelib chiqadi. Endi shu muammolarga yaqinlashmaslikni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytayapti. Fajtanibuhu deyapti. Uzoqlashinglar bundan. Alkogol mahsulotlarini hammasi oilalarda dardni olib keladi baribir. Oilalarni buzilishligiga olib keladi. Har qanaqa tomondan, bu din tomonidan ham, sog'liqni saqlash tomonidan ham, hamma tomondan bu narsa qabul qilinadigan narsa emas. Endi mana shu hozir alkogol va giyohvand narkotik moddalarni, psixotrop moddalarni, bularni hammasi oxir oqibat insonni qaramlikka olib keladi, qul qilib qo'yadi. O'sha masalaga, maqsadiga erishishlik uchun hamma narsadan voz kechadi. Oilasidan, ota-onasidan, bolalaridan, mol dunyosidan, hatto oxir oqibat o'zi yakka-mahvo bo'lib qoladi. Bir o'zi qolib ketadi. Endi mana shuni yechimi bormi, davosi bormi deyilsa, davosi bor. Giyohvandlik moddasini tashamoqchi bo'lgan odam ana shunday muhitga, krug deymizmi, o'shunaqa joylarga bormasin, o'zini to'xtatsin. Ana shuni natijasida hozir aytilayotgandek muammolardan qutulishlikning imkoniyati bor. Giyohvand moddasini iste'mol qilyapti, banda tomirni teshib o'ziga shu aytaylik suyuqlikni boshqani yo'llayapti yoki hidlayapti uni. Bu tanalarni hammasi omonat berilgan. Ertaga hamma bu borada qiyomatda so'raladi. Men senga sog'lom aql berganman, nima qilding buni deydi. Senga sog'lom o'pka berganman, buni nima qilding deydi. Senga sog'lom jigar berganman, buni nima qilding deydi. Hamma narsadan so'raladi. Demak, mana hozir bu yerda aytilayotgani omonat deyilyaptiki, shu omonatni egasiga to'g'ri qaytariladi baribir. Ana shunga giriftor bo'lib qolmaslik, haram bo'lib qolmaslik uchun biz buni manba me'yor, mana shu me'yordan o'tib ketmaslik kerak degan narsa bo'lmaydi. Buni suyuqlikni, aytaylik ichkilikni ichgandan keyin insonni ishtahasi ochiladi, ko'proq iste'mol qiladi, sarxush bo'ladi. Buni orqasidan qancha oilalar buzilyapti. Hozir bu yerda faqat alkogolni emas, umumiy holatda insonni tabiatdan chiqaradigan masalani butunlay aytyapmiz. Endi mana hozir o'z-o'zidan qimor haqida Yas'alunaka anil khamri wal maysir deyiladi Qur'oni Karimda. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan qimor haqida va ichkilik haqida so'rashadi. Siz ayting ularga, unda foyda bor, lekin foydasidan ko'ra ziyoni ko'proq. Mana foydasi bor deyilyapti. Foydasi nima? Qimorda ehtimol ozgina harakat qilib turib, keyin kattaroq narsani egasi bo'lishlikning imkoniyati bordir. Lekin Alloh subhanahu va taolo oyatda aytayaptiki, uni foydasidan ko'ra zarari ko'proq deyapti. Foydasidan ko'ra zarari ko'proq. Demak, aqlli odam nima qiladi? Aqlli odam o'ylaydiki, buni foydasi kamroq ekan, ziyoni ko'proq ekan. Bu narsadan qutulishim kerak deydi. Men hozir shu joyda so'zimizni o'zi o'rtaroqlariga kelib qolganligim uchun umumiy holatda bir masalani aytaman. Buni ehtimol biror joyga qo'yishlikning imkoniyati bor. Arab yarim orolida Qur'oni Karim nozil bo'lgan vaqtda
o'sha vaqtdagidek ichkilikka berilgan, o'sha vaqtdagidek razolatga berilgan, o'sha vaqtdagidek insoniylik tabiatidan chiqqan muhit bo'lmagan. Qur'oni Karim o'sha joyiga tushdi. Ularni bosqichma-bosqich tarbiyaladi. Bosqichma-bosqich. Buni Qur'oni Karimda tadrijiy deydi. Tadrijiy. Ya'ni darajama-daraja sekin-sekinlik bilan buni olib keldi. Va oxir oqibat ana shu ichkilik, ya'ni giyohvand moddalar deb ham hozir bugungi kunda shunday talqin qilsak bo'ladi. Shuni harom bo'lgandan keyin, taqiqlangandan keyin buni ichib turgan odamlar qaytarilgandan keyin darrov bitada tashlab yuborishdi. Nega? Chunki din ularni sekin-sekinlik bilan olib keldi. Ilgari namoz o'qiyman degan kishi trezoviy holatda bo'lishi kerak edi. U mast holatda bo'lsa mumkin emas edi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytdiki, agar ichkilik ichgan vaqtinglarda namozga yaqinlashmanglar. Ya'ni Qur'oni Karimda shunday oyat bor: "Va la taqrabus solata antum sukara." Ichgan ozgina ichib olgan vaqtinglarda namozga yaqinlashmanglar. Demak, aqlli odam o'ylaydiki, bu ichkilik namoz o'qimasligimga sabab bo'lar ekan dedi-da, o'sha vaqtda odamlar bundan qutulib oldi. Qimor bilan ichkilikda yomonlik bor deyilganligida darrov shuni tushunib yetgan odamlar uni tashlab yuborishdi. Keyin sekinlik bilan bordida oxir oqibat sizlarga ichkilik, qimor o'ynashlik, cho'plar bilan fol ochishlik, butlarga sig'inishlik, u rijis dedi, yomon ish dedi, iflos, kir ish dedi. Fajtanibuhu dedi, undan uzoq bo'linglar dedi, unga yaqinlashmanglar dedi. Ana shunda sizlar najot topasizlar dedi. Va mana oyatda ham qaraydigan bo'lsak, shu ichkilikni, qimorni rijis deyapti. Rijis degani juda ham bir nafratlanarli narsa, xunuk bir narsa, iflos ish. Shunga yaqinlashmanglar dedi. Mana demak, mana shu unga olib boradigan, narkomaniyaga olib boradigan, shidliydimi, tabletka bo'ladimi, yoki mana hozir yoshlarimizni shu ishga sekin tortishyapti, domiga tortishyapti. Maktab o'quvchilarining orasida ham afsuski shunday holatlar uchrab turibdi. Endi mana shu holatlarni cheklashlik uchun nima qilish kerak deyilsa, uni har qanaqa holatlarning yo'llarini yopish kerak. Har qanaqa holatga blokirovat qilib qo'yish kerak, to'sib qo'yish kerak, toki bolalarimizni mana shunday narsalar bilan aqllarini buzib ola olishmasin. Ana shunda bu to'g'ri bo'ladi, to'g'ri yo'nalishga qaratilingan bo'ladi. Demak, alkogol, giyohvandlik va qimor bularni hammasi millatni tanazzulga yuztadi. Mana hozir bu sir emas, bu bugungi kunda. Qimorda yutqizib qo'yib, keyin o'zini osib yorayotgan odamlar bormi? Bor. Oddiy futbolga ham pul tikib, shu orqasidan ham o'zini osganlar bor. Real bilan Barselona o'ynaydi va qaysi biriga yutadigan bo'lsa, shunga ko'proq pul tikaman deydi. Bu kampetlarni qo'yishdan boshlanadi. Yutqizadigan bo'lsa, kampet berasan deydi, Bu sekin-sekinlik bilan boshlanyapti. Shuni oldini olish kerak aslida. Mana hozir bu ham internet tarmoqlarida ko'tarildi bu masala. Ko'chalarda igravoy holatda pul tashiysiz, bu bunday maxsus holatda bunda yuradi. Yoshlik paytlarimizda ham shu bog'larda bo'lardi shu. 15 tiyinga tashab turib, uni keyin olmoqchi bo'lganda, u ko'zlangan maqsad shuni olganda bu sirg'anib ketadi, olmaydi. Yutqizishlik shundan boshlanyapti pul tikib. Musobaqa bilan qimorni biz farqiga borib qo'yishimiz kerak-da. Musobaqa, mana ikkita odam musobaqalashyapti. Men o'rtaga masalan shu telefonni tikyapman. Kim sizlardan birinchi bo'lib falon joyga boradigan bo'lsa, mukofotiga mana shu telefonni beraman dedim, 3-odam sifatida. Mana shu joiz bo'laveradi. Lekin endi ikkita tomon pul tashashamiz, siz aytaylik $100 tikasiz, men $100 tikaman. Kim falon joyga birinchi boradigan bo'lsa, shu yutuq uniki. Qimor shundan boshlanyapti aslida. Qimor shundan boshlanyapti. Boyagi yuqorida aytganimizdek, ana shu giyohvand moddalari kichkinagina narsalardan boshlanayotgani misoli, o'sha aytaylik, elektron sigaret dedik yuqorida yoki sigaretlar dedik, shu narsalardan boshlanyapti. Shu narsalarga kirmagan odam unga ham kirmaydi demoqchimiz. Va hozir qimorga ham shuni aytmoqchimizki, kim shu qimordan uzoqda bo'laman deydigan bo'lsa, unga olib boradigan yo'lni to'sib qo'yish kerak. Tupik qilib qo'yishimiz kerakki, undan odamlar foydalanmasin, bolalarimiz kirolmasin. Tushuntirishimiz kerak. Eng yaxshi bu holatdagi bizni qamrab olishligimiz oilalarda.
Чтобы родители bu haqda ko'proq bosh qotirish kerak. Чем они занимаются, nima bilan shug'ullanishyapti, qayerdan kelyapti. Biza bolalik vaqtimizda, uyga kirib kelayotgan vaqtimizda rahmatli onamiz, qabrlari nurga to'lsin, qo'llarimni orasini hidlab ko'rardilar. Bunday qilib hidlaydilar. Cho'ntaklarimizni qidirardilar. Nega? Shu kelajakda bolalarimiz boshqa yo'llarga o'tib ketmasin deb. Mana shu hozir kontrol yo'qoldi. Otalar ertalabdan kechgacha ishlayapti, mayli bolalarim birovdan kam bo'lmasin deyapti, bu ham yaxshi, lekin nazorat qolib ketyapti. Va shu nazoratda qolib ketishligi natijasida mana hozir bo'layotgan voqealarning aksariyati shu holatda bo'lyapti. Nazoratsizlik natijasida bo'lyapti. Endi buni telefonlar masalasida ham hozir bu yerda bemalol erkin suhbat qilayotganligimiz uchun ham hozir o'rni kelganda buni ham aytib ketishimiz kerak. SSR vaqtida tug'ilgan ota-onalar bu qo'limizdagi telefonlarni, iPhone telefonlarini yoki Windows telefonlarini, bu shu sensorli telefonlarni tushunmaydi ko'pi. Farzandlar shuni orqasidan pornografik bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha psixotrop bo'lgan moddalarnimi, shuni otasi, onasi bilmaydigan darajada shu ishni qilyapti. Va ota-ona buni kontrolini qilmagandan keyin bu narsa o'z-o'zidan yomonlikka olib borilyapti. Men hozir bitta narsani aytaman, mana shuni iltimos qilaman kengroq yoyishni. Farzandingizni qo'lida telefoni bor ekan, shu qo'lidagi telefoni agarda kodlanganmi, maxsus kodlar bilan qo'yilganmi, siz bemalol olib uni ichiga kirib, nimasi borligini, galereyasida qanaqa rasmlar bor yoki kim bilan gaplashyapti, nimani gaplashyapti, kechqurun 10 dan keyin nimaga yuribdi, nimaga 12:01 qilib kelyapti, nimaga hech kim bilan gaplashmasdan xonasiga kirib olgan. Shu narsalarni idora qilishlik uchun telefon eng yaxshi moslama. Telefonda kod qo'yilgan bo'lsa, bu demak bolani o'zini hech kim bilmasligini istaydigan narsa bor bunda. Ota buni olganda, qo'liga telefonni olganda, ochib ber buni dedimi, farzand bunda ikkilanyaptimi, lekin demak boshqa hech kim bilmasligini xohlaydigan narsa bor. Bu telefon qo'shimcha bizada xuddi miya bo'lib qoldi-da. Shu miyamizni agar kodlangan holatdami uni ichiga kira olmayaptimi? Endi biz bu borada bolalarimizni boshqacharoq ishlashimiz kerak. Shu telefonni tushunadigan odamni endi olib kelamiz. Qo'qqisdan, to'satdan. Chunki qimor telefonda. Mana Xbet deymiz, boshqa deymiz, shu narsalar ham telefon orqali bo'ladi. Internet orqali bo'ladi bu narsani. Qimorlar, bular hammasi internet orqali. Shu bolamni telefoniga o'tkazilgan programmalar, boshqalar nimaga bu narsa kerak? Masalan, endi men shuni bilmayapmanmi? Aytaylik, shuni biladigan bir odam mutaxassis bor ekan. Farzandimizga bildirmasdan turib, sekin unga olib kelib qo'yish kerak. Mayli, otasi shu narsani bilmasin. Lekin mutaxassis kurashsin. Telefonda nima bor? Pornografik rolik bormi? Yoki bo'lmasa narkomaniyaga targ'ib qiladigan biror bir narsa bormi? Ekstremizmga taklif qiladigan narsa bormi? Yoki bo'lmasa qo'poruvchilik, portlaydigan narsalar, shu narsalarni endi qamrab olishligimiz uchun buni albatta telefonni mutaxassisi bo'lishimiz kerak o'zimiz. Endi bordik, shuni o'zimiz qilmadikmi? Mutaxassis bo'lgan odamlarga murojaat qilishimiz kerakki, bu muammolardan qutulib olishimiz ana shunda to'g'ri bo'ladi. Танер Трофимович, как нам всем известно, наркоманы — это асоциальные люди, то есть люди, ведущие асоциальный образ жизни. То есть для них приемлемо это врать, это вести некий безответственный образ жизни, причинять людям материальный и моральный ущерб. Да, и вот именно реабилитация занимается... Reabilitatsiya jarayonida inson hayotiga yangi tamoyillar kirib keladi. U jamiyatda to'g'ri yashashni, me'yorlarga amal qilishni, o'z tanlovi va harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni hamda hayot tarzini o'zgartirishni o'rganadi. Bu qadriyatlar islom ta'limotiga qay darajada mos keladi? Agar mos kelsa, insonlarga reabilitatsiyadan o'tish va davolanishni tavsiya qilarmidingiz? Spasibo. Demak, mana hozir bu narsalar endi ilgari ko'p ham quloqlarimizga chalinmasdi. Mana hozir yoshlar nikohdan o'tishayotganda, zaksdan oldin, to'y qilishdan oldin shu narkomaniyaga testlar topshirilyapti, boshqa qilinyapti yoki shu alkogolik kasalligiga bo'lib qolmaganmi, mubtalo bo'lib qolmaganmi,
Agar mabodo shunaqa bo'ladigan bo'lsa, reabilitatsiya qilish kerak ularni degan narsalar bo'lyapti. Bu jamiyatni shu holatga endi hozir zamon tezlashib ketganligi jihatdan ham endi hozir biz bu narsalarni bemalolroq aytishimiz kerak bo'lyapti. Yashirib emas endi. Endi bemalolroq aytishimiz kerak. Endi bolalarimiz mabodo mana shu borada aytaylik reabilitatsiya markazlariga murojaat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta endi ish shungacha yetib qoldi. Agar biz hozir bu muammolarni yashiraveradigan bo'lsak, bu yaxshi ish bo'lmaydi. Endi aslida-ku halollikka hozir aytganimizdek, siz o'zingiz savol berganingizdek, halollikka e'tibor qaratishimiz lozim edi, albatta. Halollikda gap ko'p o'zi. Endi hammani ham har qanaqa aqlli odamni oilasida ham yoki imom xatibni ham, boshqani ham xonadonida hozir aytilayotgan vaziyat bo'lishligi mumkin. Otasi aqlli, xushli, obro'li, e'tiborli bo'lishligi mumkin. Lekin farzand boshqacha bo'lishligi mumkin. Bu hech kim inkor qilib bo'lmayapti buni. Endi mana aytadigan bo'lsak, Nuh alayhisalomni payg'ambarni aytadigan bo'lsak, u payg'ambarni o'g'illari ham otalarini payg'ambarligini tasdiqlagan bola emas edi. Ergashgan bola emas edi. Demak, mumkin ekan. Vaziyat, hayotda shunday holat mumkin ekan. Halollikka ota e'tibor berishligi mumkin ekan, lekin bolalar kimlar bilandir o'rtoq bo'lib yurishligi natijasida mana shunday tuzoqlarga tushib qolishligi mumkin ekan. Endi mana shunday vaziyatlarda otalar, onalar bolalarini albatta shu reabilitatsiya qilishligi kerak bo'ladi. Endi bir marta yuziga shapaloq tortishlik bilan, qulog'idan tortib qo'yishlik bilan tuzatib oladigan dard bo'ladigan bo'lsa, bu narsa yengilroq ko'chadi. Lekin ish kattalashib ketgan bo'lsa, hajm kattalashib ketgan bo'lsa, endi faqatgina unga pand va nasihat bu kamlik qiladi. Endi pand va nasihat unga ta'sir qilmaydi. U faqat endi bitta narsani o'ylaydi. O'sha narsani iste'mol qilib, tanasini tinchlantirib olishlikni. Bu narsalarni shakllantirishlik uchun esa alohida reabilitatsiya markazlari bo'lishi kerak. Shunaqa reabilitatsiya sentrlari bo'lishi kerak. U yerda mutaxassislar ishlash kerak. U bilan psixologik suhbat o'tkazish kerak. Masjid imomlari ham bo'lishligi maqsadiga muvofiq. Chunki yurtimizning aksariyat odamlari musulmon, islom dinida. Ularga tushuntirib, Xudodan qo'rqish nimaligini, ahli oilasiga e'tibor nimaligini tushuntirib boriladigan bo'lsa, o'ylaymizki, ana shundagina bu muammolardan chiqishlikning imkoniyati yuzaga keladi. Aks holatda bu ishlar ko'pchilik qilmayotgan ish bo'lganligi uchun, unda o'tda qulog'imizga chalinib qolayotganligi uchun ham bu narsalarga urg'u ko'p emas deb tashab qo'yilayotgan holatlar yuz beryapti-da. Shuning uchun o'zimizni ustimizda ko'proq ishlashimiz kerak. Mas'uliyat bo'lish kerak. Ya'ni mas'uliyat shundayki, ertaga men o'zimdan sog'lom avlod qoldirishligim kerak degan narsa oldinda turish kerak. Bolalarimiz aqlli, xushli bo'lishligi uchun, demak, avvalo ota-onalarni, atrof muhitni zarur bo'lish kerak. Atrof muhitga ko'p narsa bog'liq. Uyda yaxshi tarbiya, otasi, onasi pand va nasihat qilib turadi. Lekin bolalar qayerdan o'rganyapti? Masalan, o'sha tabletkalarni olishlikni yoki qimorlar o'ynashlikni qayerdan? Shu atrof muhiti. Bekorga aytilmaydi. Do'sting ola hakka bo'lsa, yeydigan taoming tezak bo'ladi deydi. Agar do'sting ola hakka bo'ladigan bo'lsa, qarg'a bo'ladigan bo'lsa, demak, seni yeydigan taoming go'ng bo'ladi. Faqatgina shu chiqindilarni yeb yurasan. Mana shu narsani bolalarimizga o'rgatishimiz kerak, nasihat qilishimiz kerak. Halollik nima? Jon bolam, bunaqa qilma. 1 so'm harom pul olib keladigan bo'lsang, bizni ota-onamiz shunaqa o'rgatishardi. 1 so'm ko'chadan pul topib oldim. 1 so'm pul endi u paytda katta pul hisoblanardi. 1 so'm pul topib oldim, cho'ntagimda olib kirdim. Oyi, pul topib oldim deb olib kirdim. Oyimlar rahmatli aytdilarki, buni tez olib borib tashagin. Chunki hozir 1 so'm pul harom pul uyga olib kirdingmi, bu 10 so'm bo'lib otangni, adangni cho'ntagidan chiqib ketadi degan so'z aytilardi. Mana shunaqa halollikni aytib, keyin reabilitatsiya markazlarida mutaxassis, yaxshi voizlar, ko'zga ko'ringan odamlarni qo'yib, oila borasida gapirilsa, bu muammolarni imkon qadar qamrab chiroyli chiqish yo'llarini tanlasak bo'ladi. Buni shuni esa hozir alohida tashkilotlar emas. Masalan, narkologiya bo'limini o'zi faqat dori-darmon bilan endi qilib bo'lmayapti buni.
Faqat dori-darmon bilan qilib bo'lmayapti. Endi psixologlarga murojaat qilamiz, masjid imomlariga murojaat qilamiz, obro'li, e'tiborli bo'lgan odamlarga murojaat qilamiz. Ana shu borada harakat qilinadigan bo'lsa, o'ylaymanki, bu muammolarni ham qamrab bartaraf etishlikni imkoniyati yuzaga keladi. Есть такая очень старинная пословица, что даже лошадь на 4 ногах испытывает... Qadimiy naql bor. 4 oyoqli ot ham qoqiladi. Demak, inson ham xato qilishi mumkin. Agar inson o'z xatosini tan olsa, muammosini qabul qilsa, qimordan voz kechib davolanish va sog'aygayish yo'liga kirsa, islom nuqtai nazaridan bu qadam qanchalik muhim? Spasiba Ruslan. Hozir bu borada ham aytadigan bo'lsak, buni ham o'zi savol katta. Bu to'g'risida hozir atroflicha gapiradigan bo'lsak ham ko'proq vaqtni taqozo etadi. Qisqaroq gapirishlikka harakat qilaman. Har bir odam bolasi borki, ashibka qilishligi mumkin, xatoga yo'l qo'yishligi mumkin. Har bitta odam bolasi xato qiladi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, kullu bani adam xatto dedilar. Har odam bolasi xatokor dedilar. Xatokorlarning eng yaxshisi o'sha xatosini tang olib tavvoblari, ya'ni gunohiga kechirim so'raydiganlar. Giyohvand moddasiga o'tirib qolgan kishi, qimor o'ynaydigan kishi yoki alkogol moddalarini iste'mol qiladigan kishi ming afsuslar bo'lsin, hayotda obro'li, e'tiborli shaxs hisoblanmaydi. Piyaniy odam, doimiy holatda sarxush yuradigan odam odamlarning orasida hurmatli bo'lmaydi. Chest deymiz-ku, shunaqa hurmat yo'qolib qoladi. Giyohvand moddalar ta'siriga uchgan odamlarni ham o'z-o'zidan hurmati kesiladi. Hozir mana aytilyapti, shu ishga yo'l qo'ygan odamni birinchi navbatdagi hali manqurtlashmaganligini belgisi o'sha ishidan uyalayotganligi. Hammani oldida spirtli ichimlik icha olmayapti. Hammani oldida o'ziga ukol qila olmayapti. Uyalayapti masalan. O'sha ishdan qutulishni harakatiga tushyapti. Shu odam agarda to'xtab shu ishidan Allohim men xato qildim, kechirgin desa, albatta zafar topadi. Albatta, bunga shak shubha yo'q. Masalan, bugun bir odam shu ishni qildi, iste'mol qildi. Shu iste'mol qilgandan keyin o'nglandi, aqlini yig'di. Men xato ish qilib qo'ydim. Endi shu xatoyimni tuzatishim kerak bo'ladi. Bo'ldi Xudoyim, boshqa qilmayman, kechirgin meni dedimi, to'xtadimi, bo'ldi, shu odamning gunohi kechiriladi. Payg'ambarimiz alayhisalomning hadislari bor, bu joyda bitta nozikroq joyi bor. Endi bu narsani ham gapirishlik vaqti keldi, fursati yetdi. Bu narsalarni o'zi boshqa ishlarga bog'lab etilgan, lekin hozir shu narsalarni ham aytmasak bo'lmayapti. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, ichkilik ichayotgan kishi, ya'ni ichkilik ichyapti, xomir deganda yuqorida aytdik buni. Ichkilik ichayotgan kishi aqli joyida bo'lmaydi. Shu aqli joyida bo'lmagan odamga hozir hadisda aytilyapti. Bu o'z-o'zidan narkotik moddalariga ketgan, ya'ni iste'mol qilishlikni odatlantirgan, shuni iste'mol qilib turadigan odamlarga ham aytilayotgan so'z. La yashrabu sharibu hina yashrabu wa huwa al-mu'min dedilar. Payg'ambar alayhisalom aytayaptilar. Ichkilik ichayotgan kishi ichkilik ichayotgan vaqtida u mu'min bo'lmaydi, undan iymoni chiqib turadi dedilar. Bu halokatliroq so'z, qo'rqinchliroq so'z. Agar shu narkotik moddalarni iste'mol qilib turgan vaqtida dozasi ko'payib ketib qolib, shu odam vafot etib qolib, tavbaga ulgurmaydigan bo'lsa, ahvoli og'ir bo'lib qoladi. Ahvoli og'ir bo'lib qoladi. Qiyomat maydonida najot topishligi katta so'roq ostida bo'lib qoladi. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu so'zimizni eshitayotgan agar okalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'lsa, o'zingizlarni darrov o'nglab olinglar, tavba qilinglar. Hozir aytilayotgandek maqsadimiz nima? Hozir vaqt ajratib bu yerga kelib aytishimizdan maqsad nima? Maqsad sekin-sekinlik bilan kasallikni endi bekitmaylik. U isitmasi oshkor qilib qo'yadigan darajaga yetmasdan turib, yordam qo'lini cho'zishlikka so'raylik. Inshaalloh bu muammolardan chiqib ketamiz. Demak, mana shu iste'mol qilayotgan kishilar la yashrabu sharibu hayna yashrabu va huwa al-mu'min dedilar hadisda. O'sha narkotik moddalarini o'ziga yuvorayotgan, hidlayotgan, iste'mol qilayotgan odam to aqli joyiga qaytmagunicha mo'min holatda bo'lmaslik ehtimoli bor.
endi shu paytda vafot etib qolsa nima bo'ladi? Tasavvur qilaylik buni. Tasavvur qilaylik. Bu fojia bu. Arzimaydigan qanchadir vaqtli rohatingizga butun abadiy bo'lgan jannatdagi rohatni almashasizmi? Bu fojia-ku. Agarda inson mana shu hozir giyohvand moddalarni qabul qilgan ekan bir vaqtlar, endi tavba yo'liga o'tmoqchi ekan. Men hozir shu yerda nashani ham aytib o'tmoqchiman, chilimlarni ham aytib o'tmoqchiman, hammasini, zararli odatlarni hammasini aytmoqchiman. Shu moddalarni iste'mol qilishlikdan shunday to'xtagan odam, Xudoyim to'xtadim. Kechir meni, avf et meni, boshqa bu ishga qaytmayman desa, gunohi hammasi kechiriladi. O'ziga bog'liq ekan bu kishini. 3 ta shartda aytadi ulamolar. Birinchi navbatda o'sha qilayotgan, masalan, narkotik modda yoki alkogol moddalarini iste'mol qiladigan kishi, psixotrop boshqalarni shu amallardan taqataq to'xtashligi shart qilinadi. Birinchi navbatda darrov to'xtasin. Ikkinchisi, o'sha ishga mutlaqo qaytmasin. Qaytmasin. Va o'sha ish mabodo yodiga tushadigan bo'lsa, shundan uyalsin, qo'rqsin. Yaxshiyam o'sha ishlarga qaytmadim. Mana shu ishimga tavba qildim desa, hammasi annulyiruj qilinadi, nol bo'ladi. Hammasi nol bo'ladi. Hammasi kechiriladi. Kimlar xato qilmaydi? Men masjid imomiman, meni xatoyim yo'qmi? Bor. Siz bir o'zingiz emassiz. Narkotik moddasini iste'mol qilayotgan kishi, akamiz, ukamiz, opamiz, singlimiz, siz bir o'zingiz emassiz. Sizni oldingizda sizga yordam qo'lini cho'zayotgan shaxslar ko'p. Masjid imomlari ham qo'limizni cho'zamiz. Siz bilan agar biz oldimizga kelib, yordam bering deng, biz sizga yordam beramiz. Qo'limizdan kelgancha sizga dinimizni tushuntiraylik, o'gitlarni aytaylik va sekin mana shu ishdan qutulib olishlik imkoniyati yuzaga keladi. Siz xato qilib qo'ydingiz. Xatoyingizda davomli bo'lib qoldingiz. Bo'ldi, tamom, endi men ahvoli og'irlashgan odamman demang. To'xtang va shu ishda endi o'zingizni tuzatishga harakat qiling, yordam so'rang. Markazlarga murojaat qiling, reabilitatsiya markazlariga boring, shifokorga boring, doktorlarga boring, masjid imomlariga murojaat qiling. Billalashib sizni albatta mana shu xatokor yo'ldan qutqarib olamiz. Lekin eng avvalo sizni o'zingizda bunga xohish bo'lsin, iroda bo'lsin. Yordam beringlar degan so'zni aytsangiz, biz hozir u nozirmiz atrofingizda. Анар Толкунович, я заранее приношу извинения, вдруг если я вот в том, что я сейчас скажу, будет какая-то ошибка в терминологии, но в Святой книге, в Коране есть такая сура, которая звучит подобным образом, что если Аллах посылает болезнь, то Он посылает lechение. Да, да. Да, в O'zbekistonda Ba'zi insonlar o'zlarida kasallik borligini tan oladilar. Ammo mahalliy uyat sababli Alloh nasib etgan davolanish imkoniyatidan foydalanmaydilar. Bunday muammoga duch kelgan yechim borligini bilsa-da, uyat sababli yordam so'rashga jur'at etmayotgan insonlar va ota-onalarga nimalarni aytgan bo'lardingiz? Bu yoqda ham avvalo rahmat Murodjon. Bu yoqda ham xuddi shundoq masala. Bizda o'zimizni lichniy hayotimiz kamroq. Что скажет они, скажет tуда-sуда bunaqa gaplarimiz ko'p bo'ladi-da. Bizda uyat degan narsa al-aru ashaddu minal maut deydi arablarda. Ya'ni uyatga qolib ketishlik o'limdan yomonroq, xunukroq. Shuning uchun ham odamlar o'zi bekitishga harakat qiladi, lekin bekitishlik bu boshqa narsalarga sabab bo'ladi. Hozir mana buni aytdik. Hozir siz aytgan so'z Qur'ondagi oyat karima emas, balki hadis sharifda aytilinadi. Har qanday dardni davosi bor, faqatgina unga davo qidirishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalom likulli da'in davaun dedilar. Har qanaqa dardni, kasallikni davosi bor. Shu alkogolniki ham, narkomaniyanniki ham, qimorniki ham, boshqaniki ham, bularning hammasini davosi bor. Shu davosini faqat qidirish kerak. Uyat degan narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak biz bu borada. Ya'ni buni ko'rib bilib turgan qo'ni-qo'shnilar ham ba'zan ko'rmaslikka olishadi. Bu ham yomon. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, bir odamni dinga, shariatga muvofiq bo'lmagan ishni qilayotganini ko'rsang, uni qo'ling bilan to'xtatgan mumkin emas bu to'xtat. Neliza deb turib uni qo'ldan ushlash kerak bo'ladi. Endi ba'zan hammada ham shunaqa ish qilishi mumkin emas.
Endi nima qilish kerak bo'ladi desa, endi til bilan aytiladi. Bu oxir oqibat yaxshilikka olib kelmaydi. Sen to'xtagin bundan deyiladi. Va uchinchisi, senga gap befoyda deb yuzingizni burib o'tib ketasiz. Bu holatda iymonni zaif holati. Shuning uchun mana qo'shnilar borasida ham shuni bilishimiz kerak. Mana shu hozir maktab o'quvchilarini shu ishni qilayotganligini qo'ni-qo'shnilar bilmaydimi? Biladi. Biladi. Bir chekkalaga o'tib sigaret chaqayotganini, nasoy chaqayotganligini bilmaydimi? Biladi. Mani bolam emas-ku deydi. Biz qanaqa muhitda katta bo'ldik ilgari. Katta bo'lgan holatimiz shunday ediki, bitta bolaga 7 mahalla ota-onalik qilardi. Qo'shnilar, ya'ni soседи hamma ular kelib, "Sen sigaret chaqayotgan ekansan, adangga aytaman, oyingga aytib beraman seni" degan so'z bo'lardi. Endi hozir shuni ham qabul qilishimiz kerak. Agarda biz mana shu borada qo'ni-qo'shnilar ham, ota-onalar ham mana shu muammolarni yechishga harakat qiladigan bo'lsak, to'g'rilab olishlik mumkin. Hech bo'lmaganda boshida bu narsani oldini olish mumkin-da. Bir safar bir kishi aytayapti, bir chekkaga o'tib, shu zararli odat bilan shug'ullanayotgan edim, qo'shnim ko'rib qoldi deydi. Va qo'shni ko'rib qolgandan keyin uni oldiga kelibdi va qulog'idan tortibdi. Mana shu qilgan ishingni otangga aytib beraman debdi, uyingga kiraman debdi. U yalinibdi. Iltimos sizdan etmang, adamlarga etmang. Hech qachon bu ishni qilmayman, kechiring. Shuni mana hozir 30 yil bo'lgandan keyin bir odam shuni aytayapti. 30 yil oldin falonchi qo'shnimiz, Xudo rahmatiga olsin, qulog'imdan tortib, mana shu ishingni qilmagin deb aytgandilar. O'shandan keyin bir marta ham shu ishni qilmaganman deyapti. Qarang mana. Qo'ni-qo'shnilarga ham ko'p narsa bog'liq, oila a'zolariga ham ko'p narsa bog'liq. Akamiz, ukamiz, yaqinlarimizni albatta ularni davolanishlikka harakat qildirishimiz kerak. Lekin davolanmasdan mayli o'zi to'xtab qolar, tushunib qolar bo'lsa, bu dardni yashirganimiz sari bu gazak olib ketaveradi. Qo'liga bir zrabcha kiradi. Zaражение bo'ladi sekin. Keyin uni lechit qilishi boshlanadi. Lechit qilinsa, u tuzalib ketadi. Lechit qilinsa, u tuzaladi, yaxshi bo'ladi. Lekin lechit qilmasdan, mayli tuzalib qolar, sekin bu o'zi yiringlar yig'ishi boshlaydi. Keyin o'zi suyakka o'tadi. Keyin doktorga olib borsa, doktor nima deydi? Kesamiz deydi endi buni. Kesamiz. Shu kesadigan joygacha olib bormasdan buni lechit qilishimiz kerak, davolashimiz kerak. Zero davolashlik vojib. Dinimiz kasal bo'lgan odam dorixonaga borsin deydi, davolansin deydi. Payg'ambarimiz alayhisalomning so'zlari ham shu. Mana isitmalagan odamni Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, muzdek bo'lgan bir misol uchun sochiqni olib peshonasiga qo'yishlik aytiladi. Va agar shu bilan isitma tushadigan bo'lsa, tushdi. Isitma tushmaydigan bo'lsa, harorat ko'tarilayotgan bo'lsa, endi to'g'ridan-to'g'ri aptekaga murojaat qiladi. Aptekadan dori olib kelinadi, unga dori beradi. Isitma tushsa, xayr, yaxshi. Isitma ko'tarilib yana temperaturasi baland bo'ladigan bo'lsa, endi unga aptekadagi dori emas, endi bu kattaroq mutaxassisga borish kerak, shifokorga borish kerak. Shuni oilalarimizdagi kishilar tushunib yetish kerak. Otalar, onalar hozir buni farzandlari shunday holatga chalinib qolishgan bo'lsa, dardga shuni endi tushunishlari kerakki, buni biz sekin-sekinlik bilan odamlarni orasida nima degan gap bo'ladi, anu nima deydi va uyatga qolib ketaman, boshqa qilaman degan narsadan endi to'xtash kerak. Chunki shu uyatni orqasidan zaражение bo'lib ketdi qancha ishlarimiz. Mana shu holatlarni oldini olishlik uchun bunda uyatlariga emas, balkim muammoni hamma bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsa, ko'pchilikdan quyon qochib qutula olmaydi. Hamma muammoga bitta maqsadga yo'naltiriladigan bo'lsa, o'ylaymizki, bu muammolardan chiqib ketishlikning imkoniyati bo'ladi. Дамла, я не могу задать такой вопрос, который на последнее время нас очень беспокоит, тревожит, как экспертов. Мы наблюдаем статистику, что происходило в соседних странах, постсоветского пространства, мировую вообще статистику, что сейчас игровая зависимость очень сильно губит судьбы людей. По статистике на 3-й стадии игровой зависимости у игромана 40-60% появляются мысли о суициде. Люди пока заканчивают жизнь суицидом. Недавно был
матч, там какие-то проходили бои, и в социальных сетях везде публиковали, сколько произошло самоубийств. Да. И, знаете, Bizni наверное, mutaxassis если как sifatida экспертов eng ko'p повторить, tashvishga что solayotgan сейчас на muammolardan свои biri комментарии qimorga сервисы qaramlik. в день Statistikaga приходит по ko'ra, 2-3 kasallikning 3-chi обращения bosqichida qimorga родственников qaram или самих insonlarning людей, страдающих 40dan зависимости 60 игровой. foizida o'z Я, наверное, joniga как qasd qilish учитель, haqida fikrlar духовному paydo bo'ladi. наставнику Ayrimlari esa хочу к вам haqiqatdan обратиться, ham чтобы suitsid вы qiladi. а, Klinikamizga пронесли har kuni весть и 2dan сказали, 3gacha насколько shunday важно murojaat и kelib tushadi. пагубно игровая зависимость Sizningcha, сейчас и насколько, bugungi kunda возможно, вы с ushbu вами muammo еще раз qay darajada потому xavfli? повторим, что это является Shuningdek, грехом, Да. islomda когда люди qimor готовы o'ynash, ставить pul ставки, tikish va азарт, azartga деньги, berilish qanday другие вещи, baholanadi? соответственно, появляются. Да. Было бы здорово, чтобы мы этот вопрос тоже просветили. Да. Spasibo, rahmat. Biza bu borada masjidlarda juma namozlarida alohida suhbatlar qilinadi. Juma namozida alohida so'zlar aytiladi. Va har kunlik namozlarda bu to'g'risida jamoatga aytib turiladi. Mana hozir yuqorida aytdik-ku. Mana qaraylik, hozir aytayotganimizni mana yig'indisi olib qarashlikni o'zi loqaydsizlik, ya'ni loqaydlik. E'tibor bermaslik. Manga nima, manga nima. Shu bilan shu darajaga kelib qolindi-da. Bunday bo'lmasligimiz kerak, diqqat qilishimiz kerak. Hozir aytilganidek mana bir ikkita sportsmenni, ya'ni kurashchini oktagonga chiqishdan oldin baholanadi. Bittasi kuchli bo'ladi, bittasi kuchsiz bo'ladi. Kuchliga ko'proq pul tikilinadi, boshqa qiladi va buni natijasida uyini sotib, men eshitdim. То, что сейчас вы сказали же, shu holatni men eshitdim. O'zini o'sha suitsid qilgan odamni kimligini ham biz eshitdik. Eng yomon holati uyini ham sotib, o'sha tikkan o'rtaga va yutqizib qo'ygan. Yutqizib qo'yganini oxiri oqibatida keyin o'zini o'zi joniga qasd qilgan. Afsuski bu bolalar hali 40 yoshga yetmagan, hali hayotda zavqlanib yashamagan. 3 ta bolasi qolib ketdi deyishyapti, 3 ta bolasi. Endi kim boqadi ularni? Mana shu o'zi har narsani ildizi dunyoga bo'lgan muhabbatni ko'payib ketishligidan. Zo'r yashayman, qiynalmasdan yashayman, bir kunda boy bo'laman. Mana shu narsalar o'zi problema, shu muammo. Buni boshdan chiqarib tashlash kerak. Inson boylikka sekinlik bilan erishishligi mumkin, mehnat bilan. Ertalab chiqib ketadi, ishlaydi, sotadi, u qiladi, bu qiladi, boyiydi. Lekin hozir aytilayotgandek qimor o'yinlari bilan inson boyiyman deydigan bo'lsa, bu oxir oqibat hamma narsasini boy beradi, hamma narsasini. Endi bu narsa ertaga tavba qilishga ham ulgurmay qolishligi mumkin-da. Dunyo yaxshi narsa. Masalan, o'zimizga ham sizga menimcha pul kerakmi yoki bitta pochka pul kerakmi deydigan bo'lsa, hamma odam aytadi, menga bitta pochka pul bergin deydi. Bitta kupyura kerakmi, 100 ta kupyura kerakmi, 100 ta kupyura kerak deydi. Pul hamma uchun yaxshi. Lekin shu qaysi yo'l bilan topilayotganligiga e'tibor berish kerak. Bu narsa ertaga bolalarni ham izdan chiqarib yuboradi. Chunki o'zi haromdan ozuqalanib pul topyaptimi, shu pulni olib endi bolalariga yediradi, go'sht sotib oladi, narsa sotib oladi, boshqa qiladi. Shu oxir oqibat u bolalari endi bunga javobgar bo'lib qoladi. Ya'ni bolalaridan badal to'lash kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun bu borada otalarga, onalarga aytmoqchimiz, murojaat qilamiz. Bu borada o'zingizlarni aqlinglarni yig'inglar. Bunga olib boradigan har qanaqa yo'lni yana qaytarib aytamiz. Blokirovka qilish kerak, to'sish kerak. Telefonda oddiy narsalar. Mana biz hozir o'zi suhbatimiz davomida ham aytdik. Barselona bilan Real o'ynaydi futbol. Shunda kimdir Realga pul tikadi, kimdir Barselonaga pul tikadi. Keyin kim yutadigan bo'lsa, shundan boshlanyapti. Maktabda shu narsani eshitdim, maktabda. Maktab o'quvchilari, 10-sinf o'quvchilari Barselona bilan Real o'ynaydigan kunda 2 ga bo'linadi. O'zi bunda dunyo 2 ga bo'linadi. Kimlardir Realni muxlisi bo'ladi, kimdir Barselonani muxlisi bo'ladi. Men Barselona tikishligi uchun 10 ming so'm pul tikdim. E'tibor beraylik, 10 ming so'm. 10 тысяч. Bu это небольшой summa. Lekin endi shu maktab bolalari, shkolniklar 10 ming so'm pul tikyapti. Sekin yutib oldi. 10 ta bola o'ynadi, 100 ming puli bo'ldi. 10 ta bolanikidan yutib oldi, 10 ming so'mdan 100 ming bo'ldi. Bu bola xursand yutdi. Ertaga yana o'yin bo'ladi. Yana yutib olaman deb turib yana harakat qiladi. Shuning uchun ota-onalar
farzandinglarni qo'lida pul yoki bo'lmasa qimmatbaho telefon, yurish turishi o'zgarib qolishligi, kiyimlarida ham siz olib bergan, ya'ni sizdan pul olib kiymayotgan holatini e'tiborga oldingizmi? Shu narsa siz shu narsani tushundingizmi? Darrov surishtirish kerak. Qayerdan olding? Kimniki bu kiyim? Qayerdan olding bu kiyimingni? Bu kiyimni qayerdan olding? Qimmatbaho telefon tutib olsan, kimniki? Palonchi berdi, pistonchi berdi. Shu odamni kerak bo'lsa toping, utashning qiling, orqasidan boring va aniqlik kiriting. Chunki buni orqasida jinoyat bo'lishligi ehtimoli ham bor. Endi shu bolalarimizni endi otalar, onalar o'zlari bilan birgalashib, ba'zan mana o'zimiz ham futbol ko'ramiz. Shu shartli holatda o'zim aytib ketayman, men o'zim Barselona muxlisiman. Bolельщик Barselona. Lekin shu holatda bu to'g'ri bo'lish kerak bu ham. Ya'ni ko'rib zavqlandingiz, kola olib keldingiz, semichka oldingiz, shuni ichib futbol ko'ryapsiz, zavqlanyapsiz, yaxshi. Lekin shu yerda pul tikilinadigan bo'lsa, bu oxir oqibat bu sekinlik bilan qimorni kattalariga kirib borishlik hisoblanadi. Yuqorida aytdik buni. Qaytarilgan narsani kichkinasi bo'lmaydi. Mana shu gapni eshitib olaylik. Harom narsani kichkinasi bo'lmaydi. Masalan, zino deydigan bo'lsak, shu zinoni eng kattasi biz tushunamiz uni. Lekin unga olib boradigan har qanaqa yo'l to'silmas ekan, undan omonda bo'lmaydi inson. Chunki etapma-etap unga yetib boradi. Qadamma-qadam, zinama-zina boradi. Endi boshidan o'sha yo'lni to'sib qo'yadigan bo'lsa, uchrashmayman desa, masalan, zinoni oldi olinadi. Telefonda nomahram bilan gaplashmayman desa, uni oldi olinadi. Xuddi shundoq. Narkotik moddasimi, qimormi, alkogolik mahsulotlarimi, bularni hammasida ham boshidan ko'ryapmizmi? Boshidagi narsadan to'sib qo'yish kerak. Birinchi zina, masalan aytaylik, o'sha eng dahshatli qimorlar 10-zinada bo'ladigan bo'lsa, siz 1, 2, 3, 4 zinalarni blokirovka qilib qo'ying. Bu bola o'z-o'zidan shak bitta qilib 10-pog'onaga sakra olmaydi. Bu borada men hozir o'zim gapiryapman, o'zim ham qo'rqib ketyapman, chunki meni ham bolalarim bor. Meni ham bolalarim nasihatni eshitadi, boshqa qiladi, lekin ilgari bolalarni izdan chiqishligi uchun bir necha soat, bir necha kun yoki hafta, oylar kerak bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 1 soat kifoya qilyapti. 1 soat. 1 soat bolangizni nazoratsiz qoldirdingiz, bolangizdan ayrilib turibsiz. Ekstremizmga aralashib ketyapti. Yoki bo'lmasa qimorga aralashib ketyapti. Narkomaniyaga aralashib ketyapti. Turli xil mana shunday savdo sotiqlardan kelyapti bu ishlar. Biz shuning uchun aytamizki, ehtiyot bo'laylik. Mana kuni kecha Malayziyada qo'lga tushgan O'zbekiston fuqarolari o'limga hukm qilindi narkotik moddalari bilan. Katta massadagi, katta kilodagi holatda qo'lga tushdi. Eng qizig'i shularni o'zi bilmayapti, bizga bu narsalarni berishgani yo'q. Ya'ni bu meni narsam emas. Mana shuni olib o'tib bering iltimos dedi, shu olib o'tdim deyilyapti. Mana loqaydlikni oxiri oqibati nimalarga olib keladi. Shuning uchun bugun ko'zimizni ochishimiz kerak. Kiber jinoyat deymizmi yoki bo'lmasa hozir aytayotganimizdagi narkomaniya deymizmi? Qo'yingki, qonunga xilof bo'lgan har qanaqa narsa orqasida yomonlik yotadi. Har qanaqa narsa orqasida. Buni jilovlash kerak. Jilovlashimiz uchun mana hozir katta rahmat aytaman Ruslanbekka ham, Murodjonga ham. Bular hozir shu ishni mutaxassislari o'laroq bu ishni g'ayrat bilan odamlarning orasiga sizdiraylik, tushuntiraylik, toki bitta odamni to'sadigan bo'lsak ham bundan hammamiz foyda ko'ramiz deyilyapti, yurt foyda ko'radi deyilyapti. Agar hozir biz e'tibor bermasak bu masalalarga, bu narsa sekin-sekin epidemiyaga aylanadi. Bitta bo'ladi, bittasi 3 ta bo'ladi, 3 tasi 6 ta bo'ladi, 6 tasi 12 ta bo'ladi. Ko'payib ketadigan bo'lsa, bu dahshat. Mana hozir muhtaram yurtboshimiz tomonidan ham qonun loyihalari kiritilinyapti, qarorlar chiqyapti. Narkomaniyaga, qimorga, bularning hammasiga kattaroq endi sroklar, muddatlar berilishligi aytilyapti. Chunki shu narsalar bilan davolash mumkinmi? Boshqa chora yo'q-da. Mana domla imomlar gapiryapti, shifokorlar gapiryapti, doktorlar gapiryapti, ommaviy axborotlar gapiryapti. Samara bo'lmagandan keyin qonunlar qattiqlashib boraveradi. Yo'l qoidalarini mana qaraylik. DTPlarda, shu ko'chalarda. Shuni DTPlarni to'xtatishlikning imkoniyati bo'lmadi. 1 yilda
minglab, 3000 dan oshiq odamlar vafot etib ketyapti. Keyin nima qilinadi? Qonun kuchaytiriladi. 70 tezlikdan 60 ga tushirildi. Nega? Shu isloh bo'lishligi uchun. Endi hozir shu bilan isloh bo'lishligi imkoniyati bormi? Ko'raylik mana qanchadan qancha avariyalar bo'lyapti, odamlarni taqdiroti yotibdi unda. Qanchadan qancha odamlar vafot etib ketyapti. Demak, bu narsa hammasi bir-biriga bog'liq. Hammasini orqasida qonunga rioya qilmaslik turibdi. Qonunga rioya qilmaslik. Oddiy narsada mana e'tibor bermaymiz. Mana shu hozir qaytarilgan ishlar to'g'risida suhbat qilayotganimiz uchun buni ham aytib o'tsak bo'lar ekan. Mashina haydayotgan paytimizda remen taqamiz. Shu remenni taqmasa jarima deyiladi, shtraf deyiladi. Nega? Shu yerda jarima, shtraf o'zi aslida bizni taqdirimizni o'ylab qilinyapti aslida. Lekin endi biz shu mashina qo'qqisdan borib urilganda boshimiz labovoyga urilmasligi uchun xavfsizlik kamarini taqishimiz kerak. Biz endi jarimadan qo'rqib emas, o'zi aslida o'zimizni o'ylab buni taqishimiz kerak edi. Xuddi shundoq. Bu qimor bo'ladimi, narkotik moddalar bo'ladimi, psixotrop moddalar bo'ladimi yoki alkogol mahsulotlari bo'ladimi? Bularni hammasiga qaraylik, bunda shtraf qo'yilayotgani yoki qamoq muddati berilayotganida aslida bizni birinchi navbatda bundan to'xtatib olishlik turibdi. To'xtatib olishlik. Shundan aqlli bo'lgan odam to'xtaydi. Mana qaraylik bunga ham. Alkogol mahsulotlarini ichishlik oqibatida qancha odamlar vafot etib ketyapti. Endi shu haydovchini o'zi o'ladigan bo'lsa-ku, mana o'zi o'ldi, qutuldi hamma desa, masalan, og'irroq gap bu. Lekin bunda mutlaqo avtobusni poylab turgan ostanovkalarga kirib kelyapti ichib olgan odamlar. Mana 4 ta odamni hayotini aytishdi. 4 ta odam vafot etib ketyapti. Aybi nima? Aybi ostanovkada avtobus poylab turibdi. Ichib olgan bir odam sarxush holatda kelib, ularni hayotiga nuqta qo'yyapti. Mana qaraylik, buni orqasida qonunchilikka teskari turishlik oqibatida nimalar yuzaga kelyapti. Biz mana hozir Ruslanbek do'stimiz aytganlaridek, qimorlar ham oxir oqibat mana shunday. Oxiri qorong'ulik, oxiri tubanlik, oxiri chuqurlik, oxiri yovuzlik, oxiri oqibati mana hozir aytilayotgandek, inson o'zini o'zi o'ldirishlikkacha boryapti. Lekin shu ishni qilib qo'ygan odamlarga ham aytamiz. O'zingizni o'ldirmang. Avvalo qimor o'ynamang. Bunga yaqinlashmang. Endi shu ishni bo'ldimi, Alloh asrasin, bundan to'xtatib olishlik uchun endi siz bundan tavba qiling, tazarru qiling, bu ishga yaqinlashmang. Men bu narsani bilmadim, videoga olib buni ham efirga qo'yasizlarmi yo'qmi? Shuni ham hozir aytib o'tsam to'g'ri bo'ladi. Bir bolani olib kelishdi. E'tiborligi 30 yoshdan oshgan bola. 4 ta bolasi bor. Xbetga pul tikib 31 ming dollar yutqizgan. 301 tысяч dollar shu yutqizgan. 31 ming dollar yutqizgan. Uyda bitta joyga qarab o'tiradigan bo'lib qopti. Hech kim bilan gaplashmaydi. Faqat uy ichiga kirib olgan qop-qorong'u xonada o'tiradigan bo'lib qopti. Adasi buni payqab qolgan. Oldiga borgan bolam, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Mazing bo'lmayotgan bo'lsa ayt. Qop-qorong'u xonaga kirib hech kim bilan gaplashmaysan. Yo'q, ada, hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Oxiri yorilibdi. Shunaqa yutqizib qo'ydim deb. Mani oldimga olib kelishdi, masjidga olib chiqishdi. Otasi, siz gapiring, balkim sizni gapingizga kirar dedi. Otasi chiqib turdi, men undan so'radim keyin. Nima bo'ldi o'zi desam, yutqizib qo'ydim, shunaqa 31 ming dollar yutqizib qo'ydim. Otasini keyin chaqirdim, shunaqa yutqizgandim. Adasiga aytdim. Sizni qo'lingizga pul olib kelib bergan payti ham bo'ldimi desam, ha, 1,5 ming dollar berdi, ada, men buni ishlatib yuring. Ana, qarang, muammo qayerda? Qayerdan olding buni? Qayerdan olding? Oyliging bunaqa emas. Qayerdan olding bu pulni deb so'raydigan paytda so'ramaganda, endi ota aytayapti. Molini sotdi, boshqa qildi, uyini etigini sotdi, 31 ming dollar pul to'ladi. Yana yig'lab keldi adasi. Ha desam, anundan qarz ekan, men bundan qarz ekan, yana yutqizib qo'ygan 80 mingdan oshiq pul yutqizib qo'ygan. Mana qaraylik, bu tanazzulga olib ketyapti. Shuni ko'rtiribmiz-ku atrofdagilar. Bolalarimizni saqlaylik. Yaqin qo'shnilarimizga e'tiborli bo'laylik. Bolalarni hammasini kelajagi bizniki. Bunga panjara orqasidan bunday qilib qarab turishlikning imkoniyati yo'q. Hamma muammoga baravar yondoshish kerak. Chaqirsin otasini, o'g'lingiz mana bu ish qilyapti.
o'g'lingizni yurishi sal o'zgarib qoldi, sal qulog'ini tortib qo'ying, boshqa qiling. Shu narsalardan sekin-sekinlik bilan agarda biz tashkillashtiradigan bo'lsak, o'ylaymizki, qimor, ichkilik, narkotik moddalari, psixotrop moddalar, umuman mana shunga olib boradigan ishlarni oxir-oqibatini to'xtatib qo'yishlikni bizda imkoniyati bo'lardi. Сегодня хотел сказать, что мы говорили о очень важных вещах. Наверное, стоит обратить внимание, что президент Республики Узбекистан ужесточает все, что связано с изготовлением, распространением наркотических веществ. Мы видим, как работает администрация Республики Узбекистана, администрация президента, видим, как работает государственная наркология, видим работу Главного управления внутренних дел, других государственных структур. И сегодня такой исторический момент, что у нас сидит имам Ташкентской области, и открыто мы занимаемся как раз профилактикой наркомании. Он как духовный лидер в массы несет свет, и это очень важный такой момент. Хотелось бы передать вам слово, выразить слова благодарности, то, что вы пришли к нам, и мы открыто сидим здесь и об этом говорим. Когда-то мне мой учитель говорил о том, что чем больше мы будем говорить об этом открыто, Sizga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Endi so'nggi so'zni sizga qoldiramiz. Слово за вами. Spasibo. Avvalo bu ko'rsatuvga mani taklif etganinglar uchun o'zimni samimiy tashakkurlarimni bildiraman va bu borada hozir muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan olib borilayotgan oqilona siyosat va muhtaram yurtboshimizni chiqarayotgan qarorlari, administratsiya xodimlarini ham mana bu borada bosh qotirib ishlanayotganligi, muammoga hammalarimiz yoppasiga harakat qilyapmiz. Va o'ylaymizki, bu muammolarni biz o'zimiz jilovlay olamiz. Albatta tartibga solib olamiz. Mana hozir nimaki kerak bo'ladigan bo'lsa, yurtboshimiz qilib beryaptilar. Bu narsalarni hammasini qilib berilyapti. Shu narkologiya markazlari ochilyaptimi, reabilitatsiya markazlari ochilyapti. Har qanaqa sohalarda shu o'zimizni mana shu bemor bo'lib turganik, qo'shtirnoq ichida bemor bo'lib turganlarimizni davolashlik uchun hamma narsalar safarbar qilinyapti. Bu borada aytadigan bo'lsak, mana Sog'liqni saqlash vazirligiga yoki bo'lmasa ichki ishlar xodimlariga, hamma mutasaddi rahbarlariga bu borada o'zimizni tashakkurlarimizni bildiramiz. Zero mana shu muammolarni bugungi kunda ochiqroq aytishligimiz oxir-oqibat muammolarni o'zimiz hal qilib olishligimizga olib keladi. Uni yashiraveradigan bo'lsak, qo'y unga etma, bunga etma deydigan bo'lsak, bu bilan natijaga erishishlikning imkoniyati yo'q. Mana hozir bu borada biz bilan samimiy suhbatda o'tkazgan Ruslanbek do'stimizga ham, Murodjon do'stimizga ham tashakkurlarimizni bildiramiz. Ilohim bor bo'linglar. Bu hayotni qutqarish, yer yuzini, planetani qutqarish, bu narkomaniyadan qutqarishlik uchun harakat qilinyapti. Shu aytaylik, qimorbozlikdan qutqarishlik uchun hozir muammolarni oldini olishlik borasida ishlar qilinyapti. Sizlarga ham o'zimni alohida tashakkurlarimni bildiraman va o'ylaymanki, hozir biz sarflagan shu qariyb 2 soat vaqtimiz Xudo xolasa shunchaki zoye ketmaydi, albatta o'zini natijasini beradi. Zero shu butun olamda mana shu o'tkazgan suhbatlarimiz bir dona odamga ta'sir qilsa, bir dona odam biz orqali lechit qilinadigan bo'lsa, biza boshimiz osmonga yetadi. Chunki xalqni, jamiyatni mana shunday illatlardan qutqarishlik hammamizning vazifamiz. Parvardigorimiz vatanimizni ilohim samoviy aroziy balolardan, janjallardan, to'polonlardan, ixtiloflardan panohiga saqlasin. Ilohim mana bu xalqimizni farovonligi, yashash sharoiti yanada ziyoda bo'lsin. Mana bu ofatlar, bu kasalliklar, bu dardlar, mana bunday balolar ilohim xalqimizdan yulib sug'urib tashlanishligi Robbimizdan duolar qilamiz va bu borada harakat ham qilamiz. Katta rahmat. Напоследок я хотел сказать, что передача «На трезвую голову» приглашает всех желающих поучаствовать на этом проекте, потому что есть одна такая золотая фраза: человек, который спас одну жизнь, считает, что спас все человечество. И, возможно, ваше присутствие на этом проекте, какое-то одно слово дойдет до человека, страдающего от этой зависимости, и он найдет решение. И вы обретете рай.
Поэтому всех приглашаем на эту передачу для бесед открытых, без каких-то замалчиваний. Спасибо вам. До скорой встречи. Я вас не знаю, потому что вы поняли или нет, но я от всей души говорил, что Да. hozir Murodjon aka aytganlaridagi bitta odamga yetadigan bo'lsa, bizning maqsadimiz amalga oshgan bo'ladi. Я, знаете как, я на уровне чувств, ваших реакций тела, я видел, что вы вкладываете душу. И знаете, отследил себя на мысли, я понимаю, почему вы имам Ташкентской области. Спасибо. Потому что вас чувствуют, за вами идут, вас слышат. У вас энергия, Да, очень, энергия. Дай Бог. очень приятно. Спасибо. Не хочется заканчивать. Прямо. Спасибо. Я, кстати, ехал, очень переживал. Я Думал, тоже. приеду сейчас, Да. религиозный деятель, как-то я вот чуть-чуть напряжен был. А сейчас это очень вот, у меня все эти вот Если, какие-то если будет иллюзии. возможность, там, может нас приглашать куда-то, Ага. чтобы мы могли как бы своим опытом, верой, надеждой делиться. Мы вас будем приглашать куда-то, Иншаллах. если у вас будет Спасибо. время. Да, Ладно. да, очень Спасибо будет вам еще здорово. раз. Вам тоже. Что нашли время, приехали осветить это. Вот. Спасибо. И знаете как, я надеюсь и верю даже, наверное, что этот подкаст спасет реально жизни чьи-то. Это Дай реально Бог, так, дай Бог, да. чтобы так было. И, возможно, кто-то, а у нас часто так происходит, потом скажет, благодаря подкасту я обратился за помощью, пришел, Да, да. сейчас я трезвый. Мгм.